Mana hop, sotuvimizda MT80 katta kabina so'z kultivatsiyalari bilan Xudo xolasa yaxshi holatda. Kimlardir starter bir karatga yuradi. Balonlari ham normal holatda. Yangi emas bu, o'rtali. Oldi kapotini tushirib bo'ldik. Endi qo'yib qo'yamiz. Sotiladi. Hop, korobka motorlari zo'r. Bunaqa ishi yo'q. Bir kalitga yonadi. Qolgan yerlari ham yaxshi. Rullari mexanika gidrolika, yumshoqqina. Xudo xolasa. Oldi kapoti ham yangiday holatda qo'yib qo'yish kerak. Pastga tushirib qo'ydik. Hop, yana yili 93 shunday bo'lishi kerak. Narxlari ham xudo xolasa yaxshi. Manzilimiz Namangan viloyat, Qo'rg'on tuman, Yashilobod qishlog'i. Kultivatsiyalari ham xudo xolasa zo'r holatda. Hamma organlari bor. Qolgan organlari ham tekis narsalari hozir pastda turibdi. Shu aynaklarni artib qo'yishimiz kerak, endi artib qo'yamiz. Kultivatsiyaning bir ikkita narsalarini pastga olib qo'yamiz. Ular ham bor, hamma narsasi. Kultivatsiya bekam ko'p xudo xolasa. Telefon nomerlarimiz 94lik 902 41 95, 50lik 071 75 74. Aloqaga chiqib narxlarini so'rab kelishaverasizlar. Xudo xolasa narxlari ham kelishilgan holatda arzon qilib beramiz. Suspenziyamiz ham bor. Ishlab turgan yangiday hisobda. Hamma yo'g'i bor. Bu ham sotiladi. Xolasa ishga soz qoldi. Kultivatsiyani yomg'ir yoqqaniga o'rab qo'ydik. Traktorni endi sirtga olib chiqdik zapchasxonamizdan. Shuncha o'rab qo'ydik. Xudo xolasa manzilimizni aytdik, telefon nomerini aytdik. Aloqaga chiqib kelaverasizlar. Narxlarini hamma narsasini kelishtirgan holatda qilib beramiz.